Menga o'sha yangi ertadan kelgan ertadan degan obunachilarimizga yari chiqaladi o'sha avgustda Qo'chqorni zo'riga qo'shadiganlardan obunachilar tozalaridan xudo xolasa yetib keldi. Mana qaranglar, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Xo'p, sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Kanalga obuna bo'lmaylar, obuna bo'lib bittadan yurakdan qizartirib turinglar, xudo xolasa. Assalomu alaykum, kanalimizda shadiy obunachilari, chorva qo'yish ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunlarimizga seshanba 23-iyun 2026-yil. Akalar, xudo xolasa kelgan ertadan so'raganlarga mana qaranglar, toni toza, qoni toza, zoti tozalaridan xudo xolasa Qo'chqorni udorig'idan qo'shib bolani avgustda olaveradigan variantlar. Avgustda qo'shasizlar, quloqlarga qaranglar, garbonuslari, dumbaraziz hamma yo'q kelgan. Xo'p, yo'masam buni olib kelgan odamga birinchi qo'l o'qitib olib kelgan odamga yuzlanamiz. Ravshanjon, keling Nozir aka. Sizomsiz? Charchamasdan, mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum akalar. Qo'ylarni zo'ridan olib keldi Nozir aka. Xudo xolasa. Yuzlariga e'tibor bering. Garbonuslari, quloqlari uzun-uzun. Bular hali hammasi to'g'ri. Necha bosh keldi? Ravshanjon? 66 ta aka. 66 dona. Mana qaranglar obunachilar. Maylar ham sotaveramiz, bir kishiga ham sotaveramiz aka. Ketaveradi. Bir kishi olaman desa, deganda lakkasidan tashlab yuboramiz. bemalol, ha? Qo'ylarga ishonamiz. Dumbarazizlar, qaranglar, necha oylik endi Ravshanbek bular? Bular endi 10 oylikdan 8 oylikgacha bor. Atrofda avgustda bemalol Qo'chqorga qo'shishaveradi. Birinchi bolasini o'zim olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa tozaladi. Har charchov ekan qo'ylarimiz. Charchov. Obunachilar hali charchov. Turgan puldan foyda yo'q obunachilar. Mana buni olib tashanglar, xudo xolasa sizlarga kelgan ertadan birinchi qo'l ertadan tashlab beryapman. Qaranglar. Bir-biridan chiroyli. Haqiqiy jonivorlar. Dumbarazizlar, cho'tki quloq, garbonus, hamma yo'g'i joyida obunachilar. Xudo xolasa o'ylanib turganlar bo'lsa, mana buni olib qo'yinglar. Maza qilib Qo'chqorni qo'shib bolani bir qurbalardan so'lang tekinga qolib ketadigan varianti yo'q bu yerda. Charchov chiqmagan qo'yiladi. Bir haftada chiqadi obunachilar. Yo'q, yemdan ozgina ber, chiroyli qilib mana toza narsalar kelib qolgan ertadan sizlarga ilinib beryapman. Yurakdan qizartirib kanalga obuna bo'lmaylar, obuna qo'yinglar. Yursin ham ozgina yursin, ko'rinsin qo'ylar mana. Obunachilar, xudo xolasa ko'rib turibsizlar mana. Yuzi toza, qoni toza, suyagi ham o'ta buzuq. Xudo xolasa mana tavsiya, sizlarga tavsiya qiladigan variantlar. Kelolmaydi Nozir aka bunday. Gap yo'q. Mana. Suyuklari o'ta chiroyli. 60 nechta dedingiz? Ravshanbek? 66 ta aka. Ravshanbek, ko'p cho'zmaylik. Bir yerga bir kishi uka menga chiqarib yubor, ya lakasa tashlab ber, ko'ray, qo'yingda deysa, narxi qanday bo'ladi uka? Buni degani. 7 millionni ozini o'tib beraman. O'tib berasiz. O'tib beradigan yerda bor. Ish bitadimi? Kelishsa, avvalo kelish bo'ladi. Ha, men chiqarib bersam minus bo'ladi, lekin kelishamiz. Kelishiladi. Ishi bitadi, xudo xolasa. Gap yo'q. Yeb ishtlari yaxshi ekanmi? Bir hafta yana garantiya beraman. Zo'r aslida. Yedirib, ichirib, ko'rib, yoqsa pulni berishaveradi, bemalol, xudo xolasa. Obunachilar ana shu tozalaridan olaman deganlarga, mana tozalardan sizlarga o'sha birinchi qo'l yerdan Qirg'izistondagi xudo xolasa toza narsalar kelgan ekan, chiroyli qilib beryapmiz. Ulgurib qo'yinglar, mana bunaqa toza narsalar, xudo xolasa. Bunaqalar ichidan ajratib, masalan, 10 ta 15 ta ajratsa, to'g'risiga 700-800 dollardan ham berishmaydi. Lekin sizlarga mana bu o'xtim yerdan, mana qaranglar, jonivorni. Mana quloqlarni tashlashlariga e'tibor beramiz. Yuzlariga haqiqiy hal charchov chiqqan, charchovsa juda zo'r ko'rinadi qo'ylar, jonivorlar. Bo'ylari gideta Ravshanbek nechi hozir mashturishda? 80 atrofida-da. 80, 75 plus, 75 plus 80 atrofida, xudo xolasa. Gap yo'q, obunachilar. Mana jonivorni qaranglar mana. Sifatligi zo'rini olaman deganlarga mana qaranglar. Birortasida bir bunday fitnosi bori yo'q. Obunachilar hammasi bir qur teng, bir-biridan ajratib bo'lmaydigan darajada go'zal, xudo xolasa. Gap yo'q. Ravshanbek, bitta ikkita ham sotilaveradi, xudo xolasa sizda. O'xtimi? Ha? Ikki ham sotaveramiz. Lekin hammasini olgan maza qiladi, obunachilar. Gap yo'q. Bosib qo'yishsin aka. Gap yo'q. Ko'pchilik ko'rsin. Mana tanish bilishlarga ham mana shunaqa tozasidan olaman deganlarga, toza Qirg'izistondagidan adashmay olaman degan aka-ukalarimizga jo'natib ham qo'yaveramiz obunachilar. Xudo xolasa bitta, ikkita lakatsalar hammasini bemalol ishlang butadi. Kelib ko'z bilan ham ko'rib o'nglar aka-ukalar. Xudo xolasa yutadi bu. Mana o'xtimiga lekin olib qo'ysalar arzon ham bo'ladi, yutasizlar ham. Mana bu hademasdan obunachilar mana shu narsalarni o'zlaring ham bermaysizlar. Masalan, 500 ming, 600 ming foydasi bermaysizlar. Bir oy vaqt qo'ysalar ham mana. Jonivorlar qaranglar, sifatliligini o'ta ideal darajada.
7 million so'mdan xayri bora Ravshanbek o'tib berasiz. Inshaalloh chiroyli qilib o'tib beraman hammasini ogoh. Gap yo'q. Mana ishqibozlar aloqachi ko'rasizlar. Mana shunaqa toza narsalarni adashmay olay. Men boshqa qo'yda olib qo'ymay, zot yo'q qo'yda olib qo'ymay deganlar, obuna bo'lib qo'ysalar, bizda faqat Qirg'izistonda zotli qo'ylardan xudo xolasa sizlarga chiqarib boramiz. Bemalol aloqachi ko'rasizlar. Videolarimizda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning choralaringga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa toza, sifatli qo'ylar hamma uyda 100 yosh, 200 yoshdan bo'lib ketasan. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.